Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan Kaber. Bugungi videolarimiz juda ham ajoyib bo'ladi. Videoni diqqat bilan oxirigacha o'tkazmasdan ko'rishingizni tavsiya qilaman. Demak, biz boshladik. Birinchi navbatda qo'limda tovuq go'shti bor ekan. Manda adashmasam pech bor edi, o'shaning ichiga bosamiz. Tak. Keyin mana bu tovuq mana shu yerga qo'yib olamiz. Va pishishini biroz kutamiz, yeymiz va jonimiz oz qolgan ekanda. Va nihoyat pishdi mana do'stlar. Pishmaguncha yesak do'stlar bizani zaharlab qo'yadi. Demak, yedik juda ajoyib. Tak endi ochamiz, server ichidamiz. Bu meni uyim hisoblanadi. Ya'ni bu kabel. Bu nima? Krashilodan boshlanish yaxshi, rahmat. Wow. Bu bizni adashmasam ulkan zombilardan himoya qiladigan devorimiz hisoblanadi. Zombimi nimami xullas ulkan devorim bizani. Juda ajoyib bir ko'rib, qidirib sayr qilib kelaylik, nimalar bor ekan. Qancha qator o'zi bu. Wow, shu ulkan devor bu. Juda ajoyib, juda chiroyli. Kechasi bilan biz mana shu devorni qurib chiqdik do'stlarimiz bilan birgalikda. Juda ham ajoyib. Xo'p. Juda go'zal. Uzoqligi ham juda ham katta ekan do'stlar, вообще. Qaytgancha do'stlar, biz kanalimizda yangi boshladik do'stlar, o'zbekcha bizani videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin do'stlar. Bundan buyog'iga juda ham qiziqarli videolar chiqishiga harakat qilaman do'stlar, chiqarishga harakat qilaman albatta. Qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Mana bu yerda qo'yib bor ekan. Mana bu rangiga qarang. O basharasiga qarang. Tak, cho'chqa janoblari. Menga hozir go'sht kerak. To'xta. Mana bu portalda o'tib ko'ramiz. Hali portalga o'tib ko'rmagandim. Nimalar bor ekan? Nimalar bilan urushsa bo'lar ekan? Hop, mana bu go'sht yeyishimiz kerak. Bizdan kech tushdi. Hozir zombilar kelishi boshladi. Yoki de zombilar bilan urushamizmi do'stlar? Kommentariyga yozib qoldiringlar. Zombilar bilan urushamizmi yoki de portalga o'tib icheriga kiramizmi? Oldin zombilar bilan urushamizmi do'stlar? Ketdik. Rahmat, chuqurga tushib ketdim. Xo'p. Bu bizani juda ham devorimiz juda ham katta, yaxshigina devor hisoblanadi do'stlar bizani. Wow, bu nima edi bu? Bu kimmi bu? Devor yonida. Ochamiz. Chegaragicha. Yopamiz. Har ehtimolga qarshi. Demak, icheri kirib boryapmiz. Bo'ldimi? O sandiqlar bor ekan bu yerda do'stlar. Sandiqlarda nimalar bor deb o'ylaysiz? Qani ochamiz, lekin birov narsasiz. Ochish hisobdami? Birovning narsasi lekin. Ochamiz yo'qmi? Xo'p, mayli ochamiz. Hech nima olmaymiz, просто ko'rib chiqamiz. Faqat ya bitta narsa bor. Ayo, bu sandiqlik vazifasini bajarmayapti ekan bu do'stlar. Bu yaxshi emas lekin. Xo'p, menda qilich yo'q. Qilich tayyorlashimiz kerak. Buni bizga tosh bor. Daraxt kerak bo'lar ekan do'stlar. Versak tayyorlashimiz uchun versak kerak. Daraxt. Ketdik chiqamiz. Nima bo'lsa bo'lsin. Nimaga chiqolmayapmiz biz bu yerdan? Savol. Mana chiqdik. Eshik yopamiz-da. Qo'limizga chekchani olib olaylik. Har ehtimolga qarshi endi har xil narsalar bo'lib qolishi mumkin. Shunga qarshi mana bu yerda mollar bor ekan. Bu yerda qo'ylar bor. Keldi. Mana keldi. Mana zombilar. Keldi. Xo'p do'stlar, hozir men zombilarda yashanish uchun boshqa bir xonaga kelib qoldim.
Cho'ta nima? Kamroq ishlat. Iya. Bu adashmasam bitta birovni uyi shekilli. Ayni rozi bo'lasiz, go'shingizni olamiz. U daraxtingizni olamiz. Xo'p, mayli, ozginasini qo'yib ketaylik. 21 ta, 20 ta, 16 ta yetadi menga, rahmat. Bu topsam joyga olib kelib qo'yib beraman. Ozgina noningizni ham olayin. Qizg'anch bo'lish shart emas lekin. Tak, endi biz verstaka bosamiz. Verstaka bosganimizdan so'ng verstak bor, xo'p, mayli. Mana bu nimani tayyorlab olamiz. Xo'p, yana bitta va yana bitta tayyorlab olamiz. Xo'p, mayli. Endi bizlarning qiladigan ishimiz mana bu yerdan birat ozgina toshingizdan olib turaydi. Mana yarmini oldim. Atik yarim. Xo'p, bosamiz. Bizga qilich kerak, okey. Yana bitta qilich bo'ladi bizga qilich. Olmosdan kifga kerak bo'ladi. Uzrli. Olmos emas u, nimadan? Toshdan kifga kerak bo'ladi. Xo'p, mayli. Menimcha yetadi. Rahmat bro. Joning sog' bo'lsin. Endi nima qilamiz? Chiqamiz. Qilichimizni olib chiqaylik-chi, nimalar bor ekan. Ketdik. Mana bu yaramas yoqmaydi menga hozir. O'z nima qilib. Aloni, qalay? Hammasi yaxshimi? Nimaga? Bu sani uyingmi deyman. Xo'p, mayli, juda yaxshi. Yaxshi. Men ketdim. Tak. Bosamiz. Menimcha bu shu devor yonidan uy quryapti o'ziga. Xo'p do'stlar, kim bizlar bilan mana shunaqangi serverda o'ynashni xohlaydi? Kim o'ynashni xohlasa, albatta kommentariyaga men deb yozib qoldiringlar do'stlar. O'zim sizlar bilan aloqaga chiqaman. Bemalol bizlar bilan birga qo'shilib serverda o'ynashinglar mumkin do'stlar. Xo'p, demak, bu yerda Aloni do'stimiz yuguryapti. Unga xalaqit bermaymiz degan umiddaman. Xo'p, bosaver do'stim. Men ketdim unda. Tak, aylanib kelaylik-chi. Bu devorning yonidan yuguryapti. O mallatsi, kel. Mana shunaqangi kechasi zombilar yuradi do'stlar. Shuning uchun zombilardan ehtiyot bo'lamiz. Temir qilich bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qayerda hozir zombidan tushgan go'sht yeyman. Umangiz zaharlamasmi ekan? Yo'q, zaharlamabdi. Bu juda yaxshi. Demak, boramiz, aylanamiz, kelamiz. Men devorni ko'rmoqchiman. Mana. Devor endi sizlarga kunduzguni ko'rsatishim kerak edi-yu, lekin endi kech bo'lganda ko'rsatyapmiz ular. Xudo xolasa ertaga yoki bugun kechga efir qilamiz do'stlar. Kanalimizda agarda kanalimizga kirib obuna bo'lib, like bosib, videoga qo'llab-quvvatlab tursangiz do'stlar, biz mana shu serverda o'ynayotganimizni sizlarga jonli efir tarzida ko'rsatib boraman do'stlar. Mana devorimiz kecha qurilgan devor ko'pchilik bilan birgalikda. Mana nihoyat quyosh chiqyapti. Juda yaxshi. Aytmasa mana bu meni uyim hisoblanadi. Ko'rib qo'ying. Menikimi yo'q. Bu yo'q ekanman. Mana bu yoqda. Yo'q. Mana shu bu yoqda. Qayerda dedim men? Mana bu yoqda. Bu meni uyim emas. Men uyimni yo'qotib qo'ydim. Shu kerakmi shunaqa narsalarda? Ke. Zombikani bolasimi? Ke. Sana yaram. Yomg'ir urarkan bor. Zaharlarkanda bular do'stlar, bu zombilar. Xo'p, yeymiz, go'shtni yemasak bo'lmaydi. Biz ham zaharlandik. Xo'p, mana bu o'sa hozir bunda ham go'sht qoladi. Mana qo'yib ketdik. Shuni go'shtlarni olib kelaylik.
yeyishimiz kerak. Go'sht emas, nayzasi qolibdi buni, xo'p, mayli. Hech nima qilmaydi. Bu yerda ham shu nayza bor. Qayerda yana zombilar qayerda bo'ladi? O'shalar bo'lsa, nimasini olardik? Nima deydi? Go'shtni olardik. O, mana bizning devorimiz aytgancha juda ham ajoyib tarzda qurilgan. Xo'p, qani. Alona qayerga ketdi? Ketib qoldimi deyman. Ha, bu daraxt chopishga ketdi shekilli. Juda ajoyib quryapti. Yaxshi. Mana bu masin adashmasam eshik joyi bo'lishi kerak. Juda ajoyib. Bo'lsa yo'q. Demak, bizning bu videomiz shunday iborat edi. Serverimizning qisqacha nimasi ko'rsatilishida qisqacha obzori. Demak, kimda bizning serverimizda biringiz bilan birgalikda o'ynamoqchi bo'lsa, albatta kommentariyga o'z fikrlaringizni yozib qoldirgan bo'lsa, birgalikda mazza qilib o'ynashimiz mumkin bo'lsa, demak. Bizning videolarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kanalimizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar. Sizlar bilan yangi xabar bo'lsa, barchangizga omad.